silish. Bunun ketadigan kerakli materiallardan 12 kilo 250 gram. Sumay, men qunaqni ishlatdim, 500 gram. Kava için baş bir suyu, huaco suyu deb qo'yamiz. Buni suz ta'mini chiqargan huaco suyu qaynatib, sovutib olgani. To'nglatquniki suvoq saqlash bo'limida muzdek sovutib olgan suyimiz 400 gram. Anandan keyin turbining muzdek suyidan 500 gram. Tuzdan 18 gram. Mana shu materiallar ketadi. Endi ishlash bosqichiga o'taylik. Bayqi materiallarning hammasini men ximiya yug'urish apparatim qo'yib oldim. Endi biraqla ximiya yug'urimiz. Hammasini biraqla qo'yib olib ximiya yug'urimiz. Mana bu yerda ximiya yug'urimiz. Xemirimiz müşta bo'lgandan keyin endi to'ldi qilib, ilib, qo'l bilan chaylaymiz. Ximiya yug'urish apparatimizdan chiqarib olgan xemirimizni 2 minut qo'yib qo'yib, andan keyin bir aqur chaylaymiz. Endi xemirimizni bir aqur ishlab chaylaymiz. Mana xemirni müşta yug'urib tayyor qilamiz. Bek uzun yug'urib ketmaysizlar, 15 minut yug'arsanglar bo'ldi. Bek jiq ishlab ketmaysizlar. Endi 5 minut tindirib qo'yib, zugul qilamiz. Mana xemirni müşta yug'urib tayyor qilamiz. Bek uzun yug'urib ketmaysizlar, 15 minut yug'arsanglar bo'ldi. Bek jiq ishlab ketmaysizlar. Endi 5 minut tindirib qo'yib, zugul qilamiz. Mana 200 gramdan üzüp, müşta zugul qilib oldik. Zugul qilgan vaqtida men asl tarafni mijib islanjimi? İçli qilmaslik uchun mijib etsanglar, chiroyli chiqadi ashgan vaqtida. Endi buni biza maylab tizib qo'yamiz. Bek emas, bo'shroq maylaymiz. Bo'shroq maylab tizimiz. Hammasini müştaq bo'shroq maylab tizib olamiz. Mana shunday bo'shroq maylab olamiz. Bo'shroq maylaylashlik sabab men xamir azroq tingandan keyin choplashib qolmaslik uchun. Bek maylab etmaysiz, bo'shroq maylab ustiga mas'ul yaltiroqni qilib qo'yib, qozonga mayni qo'yib, may qizg'icha anaqni buni ochamiz. Qozonga mayni qo'yib, o'tni ichib qo'ydim. Miyimiz qizg'icha men bu zugurni bundoq ichib tayyor qilib oldim. Chunki men o'zim yolg'iz ichib solaman, shuni men tayyor qilib oldim. Mana xamirimizni ichib tayyor qilib oldim. Endi qo'limizga yig'imiz. Oxir qismi mana bundoq holatda endi bundoq so'zlaymiz. Oxir qismi mana bundoq holatda endi bundoq so'zlaymiz. Şu ahir kısım işte içinde turdu hocam. İşte turdu endi zık elip pişirishga boshlaymiz. Mavzum içinde turdu hocam. Üstüge qalmaydi, xamirimiz tekshib, sili qarab turgandan keyin yog' solamiz. Otursa ketişip algandan keyin buni örüp qo'yamiz. Mayıs kızıp qo'ygandan keyin örüp qo'ygan oldim. Örüp qo'ygan oldim. Mana sanskiya bo'ldi. Ichki shikavni ichib qo'ydim.